أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Biz ilgirki derslerimizde hadislarning ichidagi mardud qismini so'zlab kelib, mardud ikki sabab tufaylidan mardud bo'ladi. Birisi saqtu minal isnad sababli, yana birisi ta'nun firravi sababli deb ikki sababni bayon qilgan. Ikki sababning ichidan saqtu minal isnad to'g'riliq so'zlab kelib, saqtu minal isnad ikki xil bo'ladi: saqti zohir va saqti xafi. Saqti zohirdan 4 turlik zaif hadis chiqadi: muallaq, mursal, mu'dal, munqati deb shu yerda to'xtagan. Bugun inshaalloh saqti xafininki turlari haqida bayon qilamiz. Darsni boshlashdan ilgari xuddi kundugiga o'xshashla darsning umumiy mazmunini bir qatim xulosalayotgandan keyin boshlaymiz. Biz hadisni cho'ng jihatdan asosiy ikki qismga bo'lgan bo'ldik. Birisi xabar mutawatir, yana birisi xabar ahad. Xabar mutawatir deganimiz ko'p sonli kishilar rivoyat qilgan hadis bo'lib, bu ko'p sonli kishilarningki yolg'onga birlashib bu hadisni to'qigan bo'lish ehtimoli yo'q deyarlik hadisni xabar mutawatir deymiz. Xabar mutawatirni, hadis mutawatirini ikkiga bo'ldik: mutawatir lafzi, mutawatir ma'naviy deb. Undan keyin xabar ahad kelgan vaqtimizda xabar ahadning yo'llariningki son e'tibori bilan, ya'ni har tabaqatdagi ravilarning son yoki yo'llarining son e'tibori bilan uchga bo'lgan bo'ldik: mashhur hadis, aziz hadis, g'arib hadis deb. Buni o'z o'rnida tafsiliy bayon qildik. Undan keyin hadisningki qoil e'tibori bilan hadisni hadis qudsi, hadis marfu, mavquf, maqtu deb to'rtga bo'ldik. Undan keyin xabar ahadlarni kuch ojizlik, ya'ni kuchlilik va ojizlik nuqtasidan cho'ng jihatdan ikkiga bo'ldik: xabar mardud, ya'ni hadisi mardud, hadisi maqbul deb. Hadisi maqbul deganni sahih, hasan deb ikkiga bo'ldik va har birini o'z ichidan li zotihi, li g'ayrihi, li zotihi, li g'ayrihi deb ikkiga bo'ldik. Ondan keyin shu hadisni sahih, hasan deb bilib bo'lgandan keyin maqbul hadisni amal qilish va amal qilmaslik nuqtasidan ma'mulun bi, g'ayri ma'mulun bi deb ikkiga bo'ldik. Bu ikki tarmoqdan muhkamul hadis, muxtaliful hadis, nasikh va mansukh qatorli hadislarning turi maydonga chiqqan bo'ldi. Undan keyin mardud hadislar turiga kelgan to'q hadislarning rad qilinish sababini cho'ng jihatdan ikki sababga bog'lagan to'q. Birisi mardud bi sabab saqt min al isnad, isnaddan ma'lum bir ravining tushib ketish, ya'ni inoq degan vaqtimizda isnaddagi bir uzuklik tufaylidan rad qilingan hadis. Yana birisi mardudun bi sababi ta'nin fir rawi, raviyadagi ma'lum bir ayib, kamchilik tufaylidan rad qilingan hadislar ikkiga bo'lgan to'q. Ondan keyin saqtun min al isnadni ikkiga bo'lgan saqti zohir, bundan 4 turlik zaif hadis chiqadi. Oldingi soatliklarda o'qigan 4 turlik zaif hadislar shu. Saqti xafi deymiz. Inshaalloh bugun o'qiydigan darsimizdagi shu 4 turlik hadis shu. Ta'nun firravidagi ta'ni ikki xil bo'lib, yo adolatga ta'ni bo'ladi yoki zotdagi ta'ni bo'ladi. Bulardanmi bir nechta turlik, 10 turlikka yaqin zaif hadislar chiqadi. Inshaalloh darsimizni mushu bo'yicha davomlashtirib, shu xulos tugaguncha oxirigacha bayon qilamiz inshaalloh. Endi bugungi darsimiz dal al-mardud bi sababi saqt min al-isnad degan turning ichidagi, ya'ni isnaddagi ma'lum bir saqti, uzuklik tufaylidan rad qilingan hadis degan turining ichidagi saqti xafininki turlari. Shu abturu gapni endi boshlayotdi. Anwa as-saqtul xafi, ya'ni saqti xafining turlari. Oldingi qatimliq darsda biz saqti zohirini qanday tunishtirgan desa, saqti zohir deganimiz buni normal odatdagi hadisdan shug'ullanuvchilarmi, kasbiy muhaddis imomlardan boshqa odatdagi hadisdan shug'ullanuvchilarmi hadisdagi uzuklikni bilalaydigan saqti. Masalan, ravininki o'zi rivoyat qilgan odamdan tarixiy jihatda kin bo'lishi, ya'ni inoq degan vaqtda ikkisining yashagan tarixi, ikkisining uchrashmaganligini isbotlab qolsa, masalan, yoki ularning hayotida
uchrashmaganligi, o'xshamagan shaharlardan o'g'anligi, shaharning arliq yiroq o'g'anligi yoki maninki tug'an shaharga safar qilganlik tarixi yo'q, yo aning tug'an shaharga safar qilganlik tarixi yo'q degandek, buni aniq ma'lumotlar bilan shunda rijallarning ahvolini surishtirib qilgan odamlar, rijallarning ahvolini ko'zdan kechirgan odamning har qanday musahadagi bilalaydigan holatdagi uzuklikni saqti zohir degan. Uning aksicha saqti xafi degan nima desa, maxsus musahadagi kasbiy yetishgan cho'ng-cho'ng imomlardan boshqalar uni bayqamaydigan yushurun uzuklik degan yushurun uzuklik 4 ko'pilinadi. Birinchisi mudallas. Biz oldingi qatimliq darsimizda buni tarmoqqa ayirib bayon qilgan. İkincisi mursal xafi. Üçüncüsü muanan. Dördüncüsü muannan. Yani mayadaki bir noktada hazır hem eskertip koyuş doğru kıldı. Muannan ma işkilisi mutlak zeyb hadislarının qatarında emas, merdud hadislarının qatarında emas. Belki muannan ve muannanninki ravileri tedlis bilen ma'ruf bo'lmagan odamlar bo'lib qolsa, inşallah tedlislarni so'zlaymiz. Tedlis bilen tunulmagan odamlar bo'lib qolsa, ya'ni thiqa bo'lib qolsa, bu odamlarning hadisi nima hisoblanadi? Sahih hisoblanadi. Ya'ni muttasilga hamla qilinadi. Agar bularning ravi ise tadlisdan tunib qolgan odam bo'lib qolgan bo'lsa, andan bu muannan yoki muannan hadislarni zayb hadislarning qatori qo'shib o'tamiz. Shu nuqtadan biz zayb hadislarning turiga tizdik. Amaliyotda buningki zayb emas holatlarimiz yo'q, bor degan gap. Andoz kilayla abtur nima deb turishtiryapti? Tadlisning ta'rifatini qilib abtur. Lug'at jihatda mudallas degan tadlisdan chiqqan ism maf'ul bo'lib, tadlis lug'atda malning ayibini setuvag'uchidan yushirish degan ma'noda. Ya'ni asli tadlisning lug'at ma'nosi bir narsaning ayibini yushirish. Tadlis asli dalasdan chiqilgan bo'lib, zulmat degan ma'noda qorong'ulikning orlashib ketishi. Bunda qarab, kimligini tunuqlanmaydigan, bir narsaning oq qorni farq qilmaydigan holat asli dalas bo'ladi. Andogan nimda bu hadisga mudallas ism qilib qo'ygan, bu xil holatni tadlis deb atagan desa, xuddi mudallas hadisning ustida turgan degani, hadisni izlangichiga nisbatan o'zining ishini qorong'i qilib qo'ygandek. Xuddi bu hadis mudallas bo'lib qolgandek. Hadisni xuddi malning ayibini bilmagandek setuvag'ichi. Hadis o'rgangilik, hadisni anglig'lik kelgan odam bu hadisning amaliy ahvolini tushunmaydigan bunday bir holat bo'lib qolgandek bir xil holatni tasvirlaganlik uchun shu bu hadisga nimlar ism qilib qo'ygan? Mudallas deb ism qilib qo'ygan. Lug'at jihatdagi tadlis mudallasning ta'rifati. Istiloh jihatda isnoddagi ma'lum bir ayibni yushirib, uning zohirisini qanaqa qilish, yaxshilash. Endi buni o'zimiz bir normal tushuncha bo'yicha tushunib baqsak, ilmiy shaklda misol halqibroq, manda tushunsak yaxshiroq tushuniladi-chu. Nima desa, tadlis degan nima desa, masalan bir hadis bor. Bu hadisning ravilari qarmoq hammasi bir-biridan muttasil. Pukundan anglagan, ma'anından rivoyat qilgan deb qarmoqqa xuddi boshqa ravi, kinki ravidan rivoyat qilingan hadis. Endi shu vaqtning, shu zamonlarningki amaliy ahvolini bir kallamizda tasvirlash kerak. Shu zamonlardagi kishilarningki ilmiy jihatdagi boshqalarning oldida hurmati, masalan, hadis sohasida hadis rivoyat qilishdan bo'ladi. Hozirgidek unda top hadis kitoblar to'plangan bo'lmag'ach, kishilarning dasmoyisi, ilmiy dasmoyisi ustozdan anglagan bir hadisni boshqalarga o'rgatish yoki boshqalarga deb berish bilan bir odamning ilmiy dasmoyisi bo'ladi. Ham bilimiz insonning tabiatida hech kim o'ziga tavba narsaninki nacharlik qilishni xohlamaydi. Unda bo'lganda men birovdan hadis angladim. Bu mening dasmoyam dinoqroq degan vaqtida. Ama men hadisni olgan bu odam, bu shaxs sal nomi nacharroq odam, aniqroq degan vaqtda. Atrofdagilar bu odamning hadisini bek olmaydigan odam. Men bu odamdan hadisni bevosita rivoyat qilsam, bu hadisim rad qilinishi mumkin yoki mening nomimni daxl etishi mumkin. Bu bir sabab. Yoki yana bir sabab, men hadisni olgan bu odamning nomi sel yuqori emas. Odatdagi odam. Endi bu hadis oldi degan gap, xuddi hozir o'qib degan gap. Hozir ba'zi o'quvchilarimiz nomi to'nroq, nom chiqmagan odamni o'qimaydi emas. Mana shunga o'xshaganlar odatdagi odamdan hadis o'rganibdi degandek bir xil qurinishib qilib, uning ustidagi ravi dangliqroq ravi, ishonchli ravi. Shuning bilan maravi o'zi hadisni olgan o'tturdagi ravini tashlab etib,
Üstündeki raviyden bir hafta rivayet kıldı. Ama bu yalgancı emas. Herkes men a raviyden anladım demeydi o. A raviy bana deperdi mi demeydi o. Ne dedi sana? En falan dep ötüp gidiyordu. Hadisning lafzida ma'nun yalg'onligiga hech qanday isbot yo'q. Ammo bu o'tirdagi bir odamni tashlab etdi. Xuddi mening bir ustozim bor, kichikroq odam. Uning ustozi bizning ahli yurtimimizdagi danliq odam bo'lib qolgan bo'lsa, ustozim menga ustozini hikoya qilib bergan bir gapni men o'zimning o'quvchilariga faxr qilgan asosda xuddi men odamdan anglagandek qiyofatga kirib, paloni ustoz bizningki Pukuni shayx mundaq degan deyman-da. Menga degan demayman. Mundaq degan deyman. Xuddi oldimdagilarga nisbatan men shu so'rinda bordek, yoki shu gapning sohibi mendeklar bir xil tuyul. Amaliyotda bu gapni men shayxdan anglamagan, ustozdan anglamagan, undan keyin anglagan. Lekin men boshqalarga nisbatan boshqacha bir tus berish uchunmi, boshqacha tuyg'u berish uchunmi o'tirdiki, namroq yo'q, yoki bo'lmasa nam mashhur emas, ustozimni tashlab etaman-da. Bu dal hadis sohasidagi tadlis degan ma'no shu. Xuddi bugungi davrimizdami ashtaq bir odamlar bo'lganda, shu davrdami shunday odamlar bo'lgan. Bundaq odamlarni muhaddislar bir-birlab qizib chiqib, bir-birlab aniqlab chiqib bu odamlarning hammani mudallas deb bundaq odamning hadisini zaif hadis qatoriga tiqib etgan ahvollar bor. Dal mudallas degani shu. Tadlisninki 3 dona turi bor. Tadlisul isnad, tadlis tasviya, tadlis ashuyux deb. Bular bir-biridan ma'lum darajada farqlanadi, lekin umumiy xarakter mana shu. Isnadlardagi ma'lum bir bilakni aybini yushirish yoki isnadni oliy qilish uchun, isnadni har holda o'zi rivoyat qilgan mushu rivoyatning martabasini ko'tarib berish uchun ma'lum darajada qanday shaklda bo'lsin, o'tirdagi ma'lum bir odamni yushirib etgan bo'lsa, nima bo'ladi? Tadlis bo'ladi. Men bayatdan tashlab dedim, ba'zi tashlab etmay ismini o'zgartiribmi, qanday qiladi? Tadlis qiladi. Masalan, ismi Ahmad, men rivoyat qilgan odamning ismi. Lekin bu Ahmad degan ism xalqning orasida ancha-muncha zaiflik bilan yoki xalqning orasida salbiy shaklda taqab ketgan ism. Shuning bilan bu odamdan rivoyat qilsam qanday bo'lib qoladi deb mandaq bir qo'rqinchida Ahmadning ismini arablarda bolasining yoki dadasininki ismi bilan ataydigan ahvol umumlashgan bo'lg'achqa, ya Abu Fulon deb bolasining ismi bilan alam, kuniyati bilan yoki Ibn Fulon deb dadasining ismi bilan alam atib o'tadigan yoki boshqa bir nomlar bilan atib o'tib, boshqalarga nisbatan bu odamning aniq ahvolini yushiradigan ahvol va mana buni o'zi tadlis. 3 xil tadlisninki umumiy xarakteri mushu nuqta. Ama bunun alaqı ba'zi bir ishlardan farqlangan bo'lg'achqa, shunga biz tadlisni 3 ga bo'lamiz. Tadlis tasviy, tadlisul isnad, tadlisul tasviya, tadlisul shuyuh deb qani kitobga kelaylik. Shunga avtor istiloh jihatda isnaddagi bir aybni yushirish deb qo'ydi. Va isnadning zohirisini chiroyliqlashtirish degani ma'lum bir ayb kamchiliklarni yushirib o'tib, ba'zilarning ismini o'zgartirib o'tib, ba'zilarni tushirib o'tib, o'zi rivoyat qilgan hadisning isnadini yaxshilashga uringanlik tadlis qilganlik bo'ladi. Ta'rifatning izohatiga kelsak, mudallis bo'lgan odam, tadlis qilguvchi demakchi. Haliqi biz ayblayotgan odam isnaddagi bir aybni yushirudi deydi. Qanday yushirudi? U ayb bo'lsa nima bo'lsa, isnaddagi inqito, uzuklik masalan. Shuning bilan mudallis shu yushirganlik o'zi bir inqito hamda. Shuning uchunki mudallis o'zining shayxini tushirdi degani o'zi hadisni anglagan odamni tushirdi. O'zining shayxidan rivoyat qildi degani o'zi anglagan odamni tushirib o'tib, anglagan odamidan rivoyat qiladi. Shayxi degan shu. Va mushu cho'kizib o'tishni yushirishda yilishildi. Chiroyli cho'kizib o'tdi va isnodning zohirisini buni ko'rgan odam muttasilkan, saqti yo'qkan deb vahmlantiradigan holatda qana qiladi, go'zallashtirdi. Chiroyliqlashtirib, xuddi bu yerda bir narsa tushib ketmagandek lam. Xuddi bu isnod muttasildaklam tuyg'urdi. Ma isnodimiz deymiz, tadlisini mudallis isnod deymiz-ku. Am tadlisning turi, ma ta'rifatning amaliy ahvolini misol orqali tushunishni ilgari biz bilib olamiz-da, ma tadlisni. Tadlisning qismlariga kelsak, tadlis asosiy 2 qism bo'lib, bular tadlisul isnod, yana birisi tadlisul shuyuh. Tasriya degani shu isnoddan shaxchilanib chiqadigan bir tarmoq. 3 ga bo'lib qo'ysak bo'ladi, lekin kitob cho'ng jihatni 2 ga bo'ldi. Tadlisul isnad degan nima desa, hadis ulamolari ma'qildagi tadlisni xilma-xil ta'rifatlar bilan ta'rif qilgan bo'ldi. Men shu ta'rifatlarning eng sahihisi va eng nozuki mening nazarimda shuni tanlayman. U bo'lsa-mu
İmameyn Ebi Ahmed ibn Emrül Bezzar bilen Ebil Hasan ibn Qattan'nınki maşkısının tarifatı ma tarif töndikice. Dikkat. Tedlisil isnadning tarifati nima desa, ravi o'zi ilgari hadis anglagan kishidan anglamagan hadisni buningdan anglaganligini tilga olmasdan rivoyat qiladi. Mana bir nuqtaga diqqat qilinglar. Mening ismim Muhammad, bir raviyman. Men davomli Ahmad ismli bir raviydan hadis kelayotgan burun. Hadis kelayotgan Ahmad ismli raviy, masalan demoqchi bo'lgani, Ahmad mening ustozim hadis jihatda. Men burun nurg'un hadisni Ahmaddan rivoyat qilgan. Lekin bir kun darsdan yo'qolib ketib qoldim-da, masalan. Shu kunlik darsni, shu kunlik hadisni ustozim Ahmaddan anglayolmay qoldim. Buni savoqdishim Bakr anglabdi. Shuning bilan men savoqdishim Bakrdan shu hadisni anglab oldim, shu kunlik darsni. Endi men burundan tortib kimdan rivoyat qilib kelgan bo'lg'achqa, Ahmaddan rivoyat qilib kelgan bo'lg'achqa, bugun hadisni Bakrdan deb rivoyat qilish menga ig'ir keldi, chunki u savoqdishim. Men davomli hadisni ustozimdan rivoyat qilishim kerak mening nazarimda. Isnodni oliy qilib. Shuning bilan ma bir kunlik darsdagi Muhammad Bakrdan, Bakr Ahmaddan degan yerda Bakrni tashlab etib, Muhammad Ahmaddan deb bevositadan ustozimga bog'lab etdim. Esingda bo'lsin, men Ahmaddan burun hadis anglagan, lekin mush hadisni anglamagan. Dal mush hadisni Ahmaddan deb anilamanda. Shu tarifatning oxiri qarasanlar, min g'ayri an yazkura annahu sami'a minhu. Men undan angladim deb emas. An iboratlama arab tilidagi an din iboratlalam fulanidan. Masalan, Muhammad an Ahmad deb lam qanaqliqlik rivoyat qilaverman. Qarmoqqa xuddi men yos Ahmadni rivoyat qilgandek hadisni. Boshqalar bunga ham ishonadi, chunki men burundan tortib Ahmaddan hadis rivoyat qilib o'taman. Lekin mush hadisni Ahmaddan anglamay qoldim, Bakrdan angladim. Bakr mening savoqdishim, uni ustozim quvog'im yo'q. Asta tushirib an Ahmad deb an iboratullam rivoyat qilib qo'yman. Iniq ig'zim bilan angladim demayman, chunki u kazzoblik bo'ladi, yolg'onchilik bo'ladi, bulimi qo'rqudi yolg'onchilikdan. Lekin Muhammad Ahmaddan o'tirib bir odam bor, shu lekin. Bu tarifatning izohatiga kelsak, bu tarifatning ma'nosi tadlisli san degan nima desa, bir ravi, ya'ni men demakchi Muhammad bir shayxdan kim u Ahmaddan, bu shayxdan bir qismini anglagan. Ya'ni burunqi boshqa hadisni anglagan. Lekin mush hadisga men tadlis qilgan mush hadisni undan olmadim ekan, bugunlik darsni men Ahmaddan anglayolmaganlik, bugun dars kamay qolganlik sababdan. Faqatlam uni aningdan rivoyat qilgan yana bir shayxdanligini Bakrdan angladim. Bakr Ahmaddan anglagan. Bakr mening savoqdishim. Endi mush hadis babiga kelgan vaqtda Bakr mening shayxim hisoblanadi. Ama mening uni shayx vaqtim yo'q. Shuning bilan ashu shayxni, men Bakrni o'tirishimizdagi savoqdishimni tushirib o'tib, hadisni avval shayxniki Ahmaddan rivoyat qilaverman. Qanday shaklda desa, anglagan, anglamaganga ehtimolliklar bilanki boshqalarga chanmaydigan shaklda Muhammad haddasana Muhammad an Ahmad deb anlan rivoyat qilaverman. Masalan, qala andi nimish qadisa li yuhima g'ayrahu, boshqalarni bu hadisni aşı shayxdan rivoyat qilib degani vahmlantirish, xiyol qilib qo'yish uchun. Chunki burundan tortib nurg'ulg'i hadislarni mana Ahmaddan rivoyat qilgan. Shu bu qatimmi an Ahmad deb kelib qolsa, ha shu burunmi shu shogirdi bu. Hadislarni rivoyat qilib kelgan, bu qatimmi bu hadisni shu rivoyat qilgan, du deydiganlar bir tuyg'ularlar ketaveradigan gap. Lekin bu ma shayxdan hadisni anglaganligini ochiqda angladim demaydi, chunki yolg'onchilik qildi u. Sami'tu yoki haddathani demaydi demishqa, hatta la yasira kazzaba mizaliki, bu orqali kazzab bo'lib qolmaslik uchun. Ondan keyin ba'zida ma tushirayotgani bir-biridan ko'p bo'lib qolishi mumkin. Agar o'sha shayxga yomon bir bog'lanib ketgan shayx odam bo'lib qolgan bo'lsa, o'tirdi tushiradigan odam bir-biridan ko'p bo'lib qolishi mumkin. Mana buni biz tadlis nima isnod deymiz. Diqqat qilinglar. Burun boshqa hadislarni anglagan shayxdan bir hadisni rivoyat qilaman. Halbuki mush hadisni men rivoyat qilgan mush hadisni o shayxdan anglamagan. Balki o shayxdan anglagan, yana bir shayxdan anglagan. Undaganda o'tirimizdagi tushirayotgan ham men bilan burunqi boshqa hadisni rivoyat qilgan shayxning o'tirdagi bir odamni qanday qilatim tushirayotdim. Mana bu tadlis nima al-isnad. An mishakaga vaqtda tadlisli isnad deganimiz saqta xafiyning ikkinchi turi mursal xafiy deb bir turi bor. Mümkün bo'lsa bir ikki bet assanglar, mursal xafiyni assanglar. Mursal xafiyning ta'rifatiga qaranglar.
Mursal xafiyning ta'rifatida mursal xafiy deganimiz istilohan ravi o'zi uchrashgan yoki asrdosh yashagan kishidan uningdan anglamagan hadisni anglagan va anglamagan ehtimol qiladigan lafzlar rivoyat qildi deydi. O'xshash kelgan bu ikkisi desa, menda gap bor. Mursal xafiyda men faqat mushadisni rivoyat qilgan shayx bilan bir asr yashagan, bir asrda yashagan yoki kurashgan. Ammo uningdan ma hadisni anglamagan, bundan boshqa hadisni anglamagan. Esingda bo'lsin, ma hadisni anglamagan, bundan boshqa hadisni anglamagan. Mushtaq odamdan bir hadisni rivoyat qilgan bo'lsam, ashunga nisbat berib turib hamdi. Men anglamagan, o'tirmizda bir ishga odam bor, ash odamni yomon o'zim ustozim qo'ygan bor haqning oldida. O'tirgandan tashlab etib, bevositasiz anamdan rivoyat qilgan bo'lsam, men mursal xafiy. Endi maya qarasanglar, ma'nodagi farq burun boshqa hadisni anglagan, faqat mush hadisni anglamagan. Unda olganda hozirgi mudallas bilan mursal xafiyning farqi, mursal xafiyda ma hadisni anglamagan, boshqa hadisni anglamagan. Faqat bir zamondosh yoki bir yurtdosh ko'rishib o'tgan odam, lekin men bu hadisni anglamagan, boshqa hadisni anglamagan, shundoq odamdan bir hadisni rivoyat qilgan bo'lsam, isnotlarni tushib o'tib, ma mursal xafiy. Ammo boshqa hadisni anglagan, mush hadisni anglayolmagan, bunda olgan bo'lsa, ma'lum bo'ladi mudallas. Shunga olib turdi aytadi. Ma mudallas bilan irsal xafiyning, mursal xafiyning hozir kenig o'rib qaradik-ku. Mushuning o'tirdagi farq Abul Hasan ibn Qattan mushu ilgirgi ta'rifatni tilg'ab bo'lgan ekan deyotdi. Ma'no bilan irsalning o'tirdagi farq degani mursal xafiyning o'tirdagi farq irsalda odamningki anglamagan odamdan rivoyat qilishiladi degani ma hadisni anglamagan, boshqa hadisni anglamagan. Ya'ni buning izohati mudallis bilan mursal har ikkilisi, ya'ni mudallis tadlis qildigan odam bilan mursal xafiy qildigan odamning ikkilisi bir shayxdan anglamagan hadisni rivoyat qiladi. Mana o'tida o'rtaq bu ikkisi. Anglagan ehtimol kelmaydigan bunda ehtimolliq so'z lafz bilan masalan an qala degandek. Lekin mudallis a shayxdan ma tadlis qilgan hadisdan boshqa hadisni anglagan. Ama şu vaqtning o'zida, alahin degani şu vaqtning o'zida mursal xafiy qildigan odam, mursal irsalan xafiy degani mursal xafiy qildigan odam a shayxdan abadan anglamagan degani ma hadisni anglamagan va boshqa hadisni anglamagan. Ya'ni u irsal qilgan hadisni anglamagan, undan boshqa hadisni anglamagan. Lekin bir asrda yashab uchrashgan odamlar. İkisinin o'tirdagi farq shu. Qayta tadlisda boshqa hadisni anglagan. Fakat mush hadisni anglamagan, buni ehtimolliq lafzlar bilan anglagan shaklda rivoyat qilib qo'ydi. Qarasa anglamagandek, bunda shaklda. Ma'o tadlis. Mursal xafiyda bu hadisni anglamagan, boshqa hadisni anglamagan. Fakat ikkisini zamondosh yashagan, kurashganlar var. Mushundan foydalanib bilan xuddi anglamagandek shaklda hadislarni rivoyat qilib qo'ydi. Ma'o mursal xafiy. İkisinin o'rtaq tarafi shu anglamagan hadisni rivoyat qiladi. A shayxdan o'tirib isnatni tushib o'tib. Ayrıldıgan tarafı, farq qilgan tarafı tadlisda boshqa hadisni anglagan. Mursal xafiyda boshqa hadisni anglamagan, faqat kurashgan yoki asrdosh. Shunday farq bor. Buning misoli Hakim uzun isnadi bilan Ali ibn Hasham rivoyat qilgan deydi. Qala lana ibn Uyayna an az-Zuhri deb kelib Ibn Uyayna bizga Zuhriydan deb bunda rivoyat qilib edi. Onun dilindeki sen bu hadisini Zühri'den aldın mı? Dedi İbn Uyaynaga. Yo'q degani Zühri'den anlamadım. Yoki Zühri'den anlagan odamdan mı anlamadım deydi. Qaranglar. Demek İbn Uyayna bilan Zühri'nin o'tirda bir adam, ikki odam, onun ortiq odam tushib ketibdi-mi yerda? Haddasani deb kelib, endi davotida ham gapni Abdurrazzaq an Ma'mar an Zühri deb iniq deb. So'g'ama tadlislar isonda bo'lsin, yolg'onchi emas. Aşkar yalğancı emas. Lekin yalğancılıkta ihtimali var bu adamlarınki aynı üzerine söz depirdi. Mesela bayat ağa misalda men Ahmet'ten depirdi rivoyat qilsam birisi kelib, siz Ahmet'ni anlaganmi desa, men har yuzmi ha demeyman çünkü yalğancı bo'lib qolmay vaqtda. Bu odamlar Allohning qo'rqidi. Lekin söz depirdi. Ya men Ahmet'ni anlamagan, shu kunlikda ders kelmagan. Bu hadisni Bakir'dan anlagan, Bakir Ahmet'ni anlagan deb depirma. Lekin so'mgan ahvolasida xuddi men Ahmedni anlagandek bir xil shaklda sizlarga tuyg'urmanda. Mana shunga so'g'a vaqtida yo'q. Men Zuhriyni anglamagan, Zuhriyni anglagan odamni anglamagan. Aslima Abdurrazzaq u Ma'marni o Zuhriyni rivoyat qilib deganda o'tirdi ikki odam tashlanib ketganligini gapirdi. Lekin shu misolda Ibn Uyayna uzulan Zuhriyni o'tirdi ikki odamni qanaqa o'tirliq, cho'kzo'tirliqda mana shuning o'zi ham bir nim bo'ldi, tadlis al-isnat bo'ldi.
Mao tadlisil isnatning misali. Tadlisi tasviya deganimizmi, ma turdagi tadlis haqiqatda tadlisil isnatning turlarining qatoridan bir tur, ammo sal farq qilg'achqa alohida ta'rif qilish to'g'ri keladi. Buning ta'rifatiga kelsak, bir ravi o'zining shayxidan rivoyat qilishi. Ondan keyin ikki ishonchlik odamning o'tturdagi zaif ravidan birini qanaqa o'tish, chugizib o'tish. Mana ikki ishonchlik odam bir-birida uchrashgan. Chataqishda ma'o. Hadis rivoyat qilib keladi. O'zining shayxidan rivoyat qildi men ustiga. Ammo mush isnatda Ahmad bilan Samat va ikki ishonchlik odam bor. Buning o'ttirida Bakr va. Bakr ishonchsiz ravi. Am bu agar shunda hadisni o'z peti rivoyat qilsa, madamning hadisi zaif bo'lib qoladi. Shuni qanday qiladi desanglar, hadisni zaiflik darajasidan chiqib ishonchlik darajasiga ko'tarish uchun ikki thiqa madamning o'ttiridagi odamni chugizib o'tadi. Boshqalar buni bayqayolmamdi desa, bayqash intayin tez. Nima ish qilsanglar, ma ishga thiqa birisi-birisidan ko'shgan odamlar. Normal uchrashgan odamlar. Shuning bilan hadisni tekshirganlar, qarab taqib an Ahmad an Muhammad deb kelsa, Ahmad bilan Muhammad ikkisi zamondosh kurashgan odamlar. Anog'andan keyin buningdan ma'nodan hadis rivoyat qilishi mumkin deb o'tirdi chugizib o'tgan zaifdan birining baliqini bayqamaydigan ish bor. Shu tufaylidan ma'noyat ig'ir tadlis bo'ladi. Buning shakli mandaq. Bir ravi bir hadisni nayt ishonchlik shayx siqa degani hadisi sahih shayxdan rivoyat qiladi. Aşı siqa bu hadisni zaifdan rivoyat qiladi. Az zaif siqadan. Onda siqa, zaif, siqa o'tirdi zaifdan birisi bor. İki siqa u ikkisining biri yana biriga uchrashganligida normal kurashgan odamlar hadis rivoyat qilish ehtimoli bor. An mudallis kelib, ma hadisni birinchi siqa odamdan anglagan mudallis kelib, isnatga o'tirdigan zaifni chugizib o'tadi. Isnatni o'zining siqa shayxidan ikkinchi siqadan ulug'di ehtimollar bizanki an degan lafz bilan. An fulan deb. Qaraq odamga xuddi ishonchlik odamdan rivoyat qilib degandek tuyg'urdi-da. Shuning bilan isnotning hammasi fayusawul isnada kullu isnotning hammani siqat qilib qanaq o'tadi, barobar hammani ishonchlik qilib o'tadigan gap. Ma bir ig'ir darajadagi emas. Shunda o'tadi, maturdagi tadlis deydi. Maturdagi tadlisning turlarining eng ig'iri, chunki avvalgi siqa tadlisdan ma'ruf emas. Sanatdan shuna xabar topqili sanatni aniqlaydigan odam, vaqif degani sanatni aniqlaydigan odam tasviya qilgandan keyin shunda bayqaydi. Qarasa ma'mum odam. Ondan keyin bu odamninki yana bir siqa odamdan rivoyat qilganligini ko'rdi, topadi. Yajiduhu. Isnatni tashuydigan odam tasviya qilgandan keyin mudallis tasviya qilib qo'ygandan keyin yana bir ishonchli odamdan rivoyat qilganligini bayqaydi. Bu hadisni sahih deb hukm qildi. Halbuki bunda ig'ir bir xil aldamchilik bor. Çünkü madem siqa, ma'mu siqa. Onun için ikisi uçraşkan adam. Kim isnatni bahs qilaman deb kelgan adam, ikisi uçraşkan bo'lgach, ma'mu siqa adam bo'lgan degan, siqa odamdan rivoyat qildi deb o'ylab, isnatni sahih isnat deb hukm qilib chiqadi. Halbuki o'ttirda bir dona zaifdan birininki tashlanib ketganligi u odamning xabarida yo'q. Nəhayət inçiliklə təşəbbüsə maxil əhval bayqalmaydı. Şunlaşqa bu tədlisinin içindəki ən iğir dərəcədəki mudallas hadisi hesablanıdı. Mudallas hadisi. Əmdə məştaq qıldığı adam kim oldusa, bunu mu muhaddis ulamalar qızıb məştaq qıldığı adamın hər birini tepib çıxıb atqanda, məştaq qıldığı adamınki ən danlıqraq iki adam birisi Velid ibn Velid, Baqiyat ibn Velid, Əbu Musahir davatıdı. Ahadis Baqiyyə leysət naqiyyə فكن منها لا تقية. أحاديث بقية ليست نقية فكن منها لا تقية. Yani baqiyaning hadisleri pakiz emas, ondan ehtiyot qilgan ma'noda. Aytalik bir xil qopidash gaplar. Ikkinchisi Valid ibn Muslim. Ko'p sonliqdagi muhaddislar mana ikki odamdan ogohlantirgan, mush ikki odam kelib qolgan hadislar mudallis hadis hisoblanadi ko'pincha vaqtlarda. Buning misoli Ibn Abi Hatim Ilal degan kitobda rivoyat qilgan hadis deydi. Men dadamdan anladım deydi. Dadamdan anladım deb kelib, İshaq ibn Ravi Baqiyadan rivoyat qilgan bir hadisni tilga oldi. Shu hadis deydi, "Menga Abu Vahbil Asadi Nafi'dan o İbn Umardan bir hadisni so'zlab berdiki, la tahmadu islamal mar'i hatta ta'rifu uqdat ra'ihi" degan hadisdan kelib deydi. Oyatdagi sami'tu abi shundami? Ubay kana abi emas. Yani Ubey davatıdı
hadisninki bir meselesi bulup kalleme yefhemuhu degeni bu meselenin düşündüğü adam intayin az deydi. Hadisni Ubeydullah ibn Emri siqa adam Saq ibn Abi Fervad'ın rivayet kılgan bu zayıf adam. Bu Nafi'nin rivayet kılgan bu siqa adam. O İbn Ömer'den o Peygamber Aleyhisselam'dan. Anam bu hadisteki avvalki isnattaki ravilarga bir qarab chiqayli. Saqibning ravih rivoyat qilgan. U kimdan? Baqiyadin. Baqiya deydi, haddasani Abu Vahb al-Asadi deydi. Tamam. Aslan qarasak Vahb al-Asadi degan gap yo'q. Hadisni Ubeydullah ibn Amr, Saqib ibn Abi Farvidin, u Nafi'tin, u İbn Ömer'den deydi. Bu yerda Abu Vahb al-Asadi yo'q. Anası kim bu dese bunu tushuntirib deyotdi. Ubeydullah ibn Amr degani bunun kuniydi Abu Vahb. Bu Esedi kabilesinden adam. Ama adam zayıf bo'lgandan keyin hadisni rivoyat qilgan Baqiya agar uning o'zining ismini Ubeydullah ibn Amr deb qo'ysa, hadisning darajasi kursi tushib ketishini ansirab kuniyatini ishlatgan. Asli buning ismi ma'ruf. Shunda aytdi buni Baqiya kuniyatini ishlatib Bani Asadga nisbat bergan. Nimishqa kay la yuftana lahu. Uningga diqqat qilinmaslik uchun. Hattoki Saqibni Abi Farvani tashlatib qolib qolsa, la yuhtada ilayhi lahu ki uni qanaqa qilinmaydi, tap qilinmaydi deb Ibn Abi Hatim Ilal degan kitobda bir hadisning umumiy illatini, rivoyat yo'llaridagi tadlisni bayon qilib, mandaq degan deydi. Mandaq degan. Hozirgi shu biz tarjima qilgan Abzasninki ma ravahu Ibn Abi Hatim'dan tatib, aşı fil ilal qal degan tatib, tam mushag'icha Ibn Abi Hatim'ning ilal degan kitobidagi ma hadisni tahrij qilishi. Ya'ni hadisning ichidagi ravilarni tashrif, maravi andaq, maravi mandaq deb qana qilishi, aniqlab chiqishi hisoblanadi. Qaytib kelsak bo'ladi. Sami'tu Ubay deb kelib shunda ama bu İbn İshaq, nima İshaq ibn Ravi Baqiyadan rivoyat qilgan hadisni tilg'alab kelib deyotdi. Menga Abu Vahb al-Asadi Nafi'dan, o İbn Ömer'dan mundaq hadisni rivoyat qildi deb kelib, hadisni matnini o'qib oldi shundami ya? Deb kelib deyotdi. Ubay deyotdi. Hadisninki bir ishi bo'lib, shundoq odamni intayin az deydi. Chunki hadisning isnodiga qarab baqsanglar bo'ladi. Haddasani Abu Vahb al-Asadi. Ma Baqiyadan deymiz, chunki masala Baqiyada. قال أن بقيت بلوب قال حدثني أبو وهب الأسدي النافع عن ابن عمر. هذا زين راوي من داخل رواية شكله. أم بنا أكلب من داخل شن رجلك. ما حدثنا عبيد الله بن عمرو. عبيد الله بن عمرو كيمو؟ ساقطنا فرودن أو نافعتن. قرأنا يا جند واسا. حدثني أبو وهب الأسدي. أبو وهب الأسدي دقنا شو. عبيد الله بن عمرو شو. Nafi'tin debdi. Diqqat qilinglar. Abu Vahb al-Asadi bevosita Nafi'tin rivoyat qildi. O'tirda bir odam taklif ketdilar. Kim taklif ketgani? Saqibni Farva. U Nafi'tin o Ibn Umardan. Anda olganda Abu Vahb al-Asadining asli ismi Ubeydullah ibn Amr. Agar Ubeydullah ibn Amrning o'zini akelsa, muhaddisning hammasi biladi. Ubeydullah ibn Amr kimdan hadis anglamagan? Nafi'tin deb. Balki Ubeydullah ibn Amr kimden hadis anlagan? Saqibni Abi Farvadan. Saqibni Abi Farvadan anlagan. Saqibni Abi Farva zayıf adam. Ma zayıf adamni tushirish to'g'ri keldi. Tamam, tushirsin. Hadisni manda rivoyat qilsin. Haddasani Ubeydullah ibn Amr an ibn Umar an Rasululloh sallallohu alayhi vasallam der yoki an Nafi' an ibn Umar deb rivoyat qilsin. Darhallan buni tep oladi xalq. Hocam, Ubeydullah ibn Amr degani kimdan rivoyat qilmagan? Nafi'dan rivoyat qilmagan deb biluduni. Anda olganda kim qanday qiladi? Avval Zaybni tushiryapti. Kim o Zayb? Saqib ibn Abi Farva. Zaybni tushirayotgandan keyin Ubeydullah ibn Amrni Nafi'ga bog'lash to'g'ri keldi. Halbuki muhaddislarimiz biladi-ki, Ubeydullah ibn Amr Nafi'dan rivoyat qilmaydi. Chunki o'tirda vaqt va yoki ikkisi uchrashmagan odamlar, shundami? Tamam. Andan keyin o'tirdiki Saqib ibn Abi Farvani tushirayotganligini yepish uchun Ubeydullah ibn Amrning ismini kinoya qilib o'zgartirdi.
Şunu olan çaylıkça hem işini tamam qilgan bo'ladi baqiya. Birisi zayıfni chugizibdi. Bundan xotirjam bo'ldi. Endi hadi zayıf emas. Haqning teppamaslik uchun Ubaydulloh ibn Amrninki o'zining ismini ishlatmay, kuniyatini ishlatdi. Shuni bilan inchki bu fanga cho'kmagan, mujnoqlarga alayda diqqat qilmagan odamlar topolmaydi buni. Ha. Ashta bir odam bor o'xshaychimi? Abu Vahb al-Asadi deb Nafiyatni rivoyat qilgan. Deblam ketavergan gap. Masala oyada. Shunga diqqat qilinglar. Ikki siqa bor. Ubaydulloh ibn Amr siqa, Nafi siqa. O'tirib Isoq ibn Abi Farva bor. Masalasi Isoq ibn Abi Farvani yo'qtirish. Endi ikisini udlab qo'ysa, siqa balkim uchrashmaganlik aydınlaşıp qoladi. Ondan degan darhalla Ubaydulloh ibn Amrning kuniyatini ishlatib, ishni yushiradigan. Yushagandan keyin boshqalarning bayqish etadi. Shunga turdi o'tadi. Ubaydulloh ibn Amrning kuniyati Abu Vahb bo'lib, bu Asadi qabilasidan buni baqiya kuniyatini ishlatib, Bani Asadga nisbat verdi. Nimishqa kimligi diqqat qilinmasin uchun. Ondan keyin bu Isoq ibn Abi Farvani tashlab etdi. La yuhtada lahu degani bunu tap qilolmaydigan. Chunki ma'ni asl ismi Ubaydulloh ibn Amr. Ma'ni aytgan bo'lsa, Ubaydulloh odatda kimdan rivoyat qilmaydi, Nafiyatni rivoyat qilmaydi, kimdan rivoyat qilgan Isoq ibn Abi Farvani rivoyat qilib topalaydi. Lekin an tashlab etib, ma'ni ismini o'zgartirgandan keyin bu sal topmoq qiyin o'tdi. Shunga buning ismi Saqtul Xafi. Ma'qil zayiflikninki sababining ismi Saqtul Xafi. Bu bir misol. Ma'o tadlis at-taswiyaning misoli. Am tadlis shuyuqning misoliga kelsak, buning ta'rifati manda. Bir ravi o'zi shuningdan anglagan bir shayxdan bir anglagan hadisdan birini rivoyat qiladi. Huwa ayyarwiyar rawi. Rawininki bir shayxdan shu rawi shu hadisni shu shayxdan anglagan bir hadisdan birini rivoyat qilishi. Depolop masalan deb tashlatgan adam yo'q ma'rumda-ku. Tashlatgan adam yo'q, chiqib ketgan isnatmi yo'q. Fayusammihi أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به. Bir şeyhten rivayet kıldı. Şeyhning ya zayıf yoki boshqa bir kamchiligi tufaylidan boshqalar uni tepolmaslik uchun bilinmaydigan nom bilan ataydi. Masalan, burundan tortib kuniyat bilan atilib tulinib kelgan bo'lsa, ismini ataydi. Ya kuniyat bilan ataydi-ki, ismi bilan tulinib kelgan odamni kuniyat bilan ataydi. Ya nisbatli ataydi, yoki sifatli ataydi, keylayi orafki boshqalar tarafından tulinib qolmasin. Bu tadlisi shu yo'qoladi. Ya'ni mana shu vaqtda ismini o'zgartirib o'tadi. Bu ta'rifatning izohatiga kelsak, rawi bir shayxdan shu shayxdan anglagan bir hadisni rivoyat qiladi. Ya'ni bu isnatda isqot yo'q demakchi. La yujad isqot degani isqot yo'q, cho'zilgan adam yo'q. Tadlisi shu yo'qda, hazbimi yo'qki, biror ravini cho'zatmaylik, lekin tamvih va tag'tiyaga shayxning ismini qana qilish yo'gash va. Tamvih degani tamvih lug'at manda sirlash degan gap, yushush va. Yoki uning kuniyatini, yoki nisbatini, yoki sifatini yushush. Buning izohati manda. Masalan deylik, shayxning ismi, men hadis anglagan shayxning ismi Mahmud ibn Ahmad ibn Tahhan, kitobning avtori o'zining misol qilyapti, va kuniyati Abu Hafs, nisbati Tahhan, sifati uning saqli oq odam. Mudallis kelib deydi-ki, menga Ibn Ahmad rivoyat qilgan deydi. Mahmud degan gapni tashlab o'tibchi. Yoki Abu Suhayl deydi. Chunki buning Suhaylda bir o'g'li bor. Yoki Mahmud al-Halabi deydi. Chunki bu odam Suriyaning Halab shahridan. Shunami ya? Yoki Zulluhatul Bayda deb buni o'ylab baqsa, hammasi xato emas. Ibn Ahmad desam shu odamning ismi shu. Kuniyati. Abu Suhayl desam shu odamning kuniyati shu. Mahmud al-Halabi desam shu odamga to'g'ri keladi. Hammasi to'g'ri keladi. Ya'ni ma ishlanganimiz shayxi udul keladi. Nimishqa? Chunki u ismga nisbatan Ibn Ahmad va haqiqat. Kuniyatiga nisbatan Abu Suhayl, chunki Suhayl uning ballarından bir bala. Nisbatiga nisbatan chunki Halabiyli, chunki Halab shahridan, Suriyaninki. Sifatiga nisbatan haqiqatan oqsoqolliq odam. Manda nuqtalarni xato emas, buni degan gapi to'g'ri. Lekin mashayx kishining orasida ma'no bilan turadi. Hech kim uni deb qaramaydi. Buni bu xil yuqoridagi ishlar bilan atash yushurush va tadlisninki, shayxning ismini tadlis qilishning bir turi eki, yushurib o'tish. Qaqtin uqtamaslik. Mana dal mushu mudallisning qilgan maqsadi shudir. Zaten mudallisning maqsadi o'zining shayxi zayib bo'lib qolsa, haqdan yushursh deyish bo'lib qolsa, yushurib o'tish. Ya'ni mudallis shayxini tunilmaslik uchun tunilmaydigan bir sifatlar bilan sifatlab qo'ydi. Bu nima ish qilish, shunday bir ayib deb bilib qolganlik, masalan, zayiblik, yeshning kichikligi undan boshqa, o'zining kichikligini o'qamdi degandek bir xil ish qilib, har xil sabab bo'ldi. Nima bilan bo'lmasin, bu mazmun sabab endi, mazmun bir ish bu. Buning misoli
Ebi Bekir ibn Mücahid'nin sözü. Bu adam Kurra'larının birisi o. Haddesana Abdullah ibn Abi Abdullah. Depkilip buna rivayet kıldı da. Ama bir yerdeki maksidi Abdullah ibn Abi Abdullah. Öyle bakmam var gepke. Mayet galidi gepte bu. Abdullah ibn Abi Abdullah. Devamlı okuşu belki sizin dikkat kılma. Abdullah ibn Abi Abdullah. Üzü Abdullah. Abdullah'ın dadısının oğlu. Allah Allah. Yani bu adam Allah'ın bendesi var. İsmi Abdullah Mescuma lekin. Allah'ın bendesi. Ve Allah'ın bendesinin dadısının balası ki mında mı kılgan gepler var da. Yani bunun ismi asli Ebu Bekir ibn Abi Davud Sicistani'de ma'ruf adam ma'ruf. Abdullah ibn Abi Abdullah. Kızıkarlıkta devamlılık anlamakka muşta adam muhtelef kitiyordu gap. Abdullah bin Uzun sünmez. Allah'ın bendesi diyen gap. Logat ma'nası asas kılgan gap. İbn Abi Abdullah diyen gap muşa Allah'ın bendesinin dadısının balası diyen gap da. Manda tadlis kıldığı ahvallarım var. Hem tadlisinin hükmüne kelsek tadlis-i isnat mekruh cidden bunu köpüncü ulmanı sökken Şu'be şu ulmanın içindeki bunu en qattiq söküdüğüne bu haqda bir qancha degan gaplar bo'lib shularning qatoridan tadlis degan kizbning bir tuqini andog'anda tadlis qilgan odamni kozib yoki kazzab degan sifatlar bilan sifatlab qolsa ma'ning hadisi favqulodda ig'ir darajaga ko'taradigan gap. Ammo tadlisi tasviyaga kelsak bu yuqoridagi tadlis isnotdanmi makruhlik jihati ig'ir hatto Iroqiy davatudo Iroqiy bu innahu ma tadlisi tasviya shuni qasdan qilgan odamning bir ayb hisoblanib qodigini bu odamninki hadisni og'lamaydigan darajaga olib qo'yish ehtimoli bor degandek gapchi ma'lum. Ma gap sal qaramanglar. Amaliyotda bu odam tadlis qildigini o'z zamonasida hali shayxlar bor, hamiz ulamolar bo'lishi bunday bir hamda kallisiki ma'lum bir kichikgina bir hissiyat bo'lishi mumkin yoki boshqa sabab bordir. Qolgan ishlar bundan boshqa hadis odamlar bor. Hadis odamlar ma qodi degani hadis og'lanmaydigan darajadagi ayb degan gapchi bu. Egri gap ma'lum. Amma tadlisi shuyuq kelsak, ma'ninki makruhliqi tadlisil isnotdan sal yengilroq. Chunki mudallis bir odamni cho'kizib o'tmaydi. Faqatla bu yerdagi karohatlik rivoyat qilingan narsani zayoq yo'qotish sababki yushirib o'tish. Ya'ni anglovchiga nisbatan rivoyat qilinuvchini bilish yo'llarini qanday qilib o'tish qiyinlar. Tav'ir degan gap egizpas qilib o'tish degan gap, tunuqlamaydigan qilib o'tish. Endi bu yerdagi uning makruhlikdagi ahvol dal shuningga apagan g'araz sabablik muxtalif bo'lib, g'arazga qarab muxtalif bo'ladi degani g'arazga qarab. Endi agar shunday qilishki maqsadi yolg'on hadislarni to'qishib qolsa, u boshqa. Shunda bir dunyo tamasi bo'lib qolsa, u boshqa. Nom shuhrat tamasi bo'lib qolsa, u boshqa. Har xil sabab bo'ladi, shu sababga qarab bo'ladi. Shunga turda o'tadi, tadlisga iboradigan g'arazlar, al-aghrad al-hamil ala tadlis degani tadlisga iboradigan g'arazlar qarasak, tadlisi shuyuq iboradigan g'arazlar 4 bo'lib, birinchisi shayxning zaif bo'lib qolganligi yoki g'ayri siqa bo'lib qolganligi. Undan keyin siqa, g'ayri siqa odamni o'qib qopti. Bu odamning shayxi zaifkan, hadisni og'lanmaydi, hadisning zaif bo'lib qolishini ansiraydi. Ikkinchisi shayxning vafotining bek kechikib ketganligi, shu darajadagi ma o'quvchiga anglashda nurg'un jamoat undan keyingi, ma talibdan keyin kelgan jamoat o'rtoqlash degani boshqalar bilan saboqdash o'g'isi yo'q. Masalan, burun o'qigan, 40 yosh vaqtida bir shayxda, keyin o shayx 90 yoshida uchoqchi nurg'un odamlar o shayxdan rivoyat qildi. Ma bichorninki shayxni o'qigan boshqa odamlar bilan tang saboqdashib, tang rivoyat qilg'isi yo'q. Bir daraja atlab isnodi oliylar rivoyat qilg'isi bo'lishi mumkin balki. Üçüncüsü şeyhninki yaşının kişi, yani raviyden kichigini üzdün kichigan. Ana üzdün kichigan o'qibdi degandek bir xil ahvol bo'lib qolmasın. Biz hozir ashta tushunsak bo'ladi. Hadis rivoyat qildi degan gap bir odamdan, o'qidi degan gap undan. Hozirgi zamondagidek. To'rtinchisi shayxdan bo'lgan rivoyatning ko'pligi, ya'ni shayxining ismini bir suratda so'zlashni yaxshi ko'rmagan bo'lishim ko'p qilishni la yuhibbul ikthar min zikri ismi shayxihi, o'zining shayxining ismini bir suratda tilga olishni ko'p qilishni davomliq palani, pukuni davamiy almashtirib bunda tafannun fil ibora qilib, ancha-muncha ismini almashtirib turadi degan bo'lishi mumkin. G'arazga qaraydi. Tadlisil isnotga oladigan g'arazlar 5 bo'lib, birisi isnotning ululigini vahmilantirish. Ululigini degani bir odamni tashlayotganligi bilan isnot oliylashidir. Ya'ni kishilarga ma'ning isnotning oliy ekanligini, isnot oliy degan tabaqat az bo'lgan isnot oliy isnot deymiz, oliy bo'lishini vahmilantirish. Chunki isnodi oliy, isnod nozil qargan vaqtda daraja jihatda kuch jihatda sal yuqori turadi. Ikkinchisi, o'zi nurg'un narsani anglagan shayxdan hadisdan bir narsani o'tib ketishi. Shunday qarab leganda endi
kunda dars anglayotgan shayx bir kun dars kamay qilib, bir hadisni boshqalardan anglab qilishni bir xil ko'nglida, men davomli hadisni bu shayxni anglaysam, endi ma hadisni olganda xaqdan anglab, xaqdan rivoyat qilib qo'ysam qanday bo'ladi degandek bir xil g'arazda shaqqadek antashib o'tib, bevot ulug'digan holim bor. Mana 3-chi, 4-chi, 5-chi g'araz, tadlis shu yo'qda bayon qilingan 3, 4 shu ikkinchi, 3-chi, 4-chi g'araz shu. Andan keyin mudallasning sukulishining sababiga kelsak, bu 3 birisi mudallas nimishqa ayblanadi desa, anglag'uvchini, ya'ni o'zi anglamagan, uning anglamagan odamning anglashini vahman boshqalarga xuddi anglagandek tuyg'u olganligi ma'lumning aybi. Ikkinchisi buningki kashfidan ochiq asli divatsa hammaga aydın olib ketadigan bunday ishdan ehtimolga chiqqanligi. Uchinchisi, agar o'zi tadlis qilgan odamni tilga olsa, boshqalar tarafidan rozi bo'lgan odam emas ekanligini bilib turib, ahvolni yushirish mana buni ayblanishning sababi. Ana mudallisning rivoyatini hukmiga kelsak, ulamolar mudallisningki rivoyatni qabul qilish haqida ixtiloflashdi. Buning eng mashhur ikki so'z birisi mudallisning rivoyatini mutlaq rivoyat rad qilish, garchi u anglaganligini bayon qilgan taqdirda. Chunki tadlisning o'zi bir jarhi, uningdagi bir ayib o. Anda ayib tepildi, bo'ldi desa mardud. Ammo gap muotamat emas deydi. Ikkinchisi bunda mutlaq gap qo'yatmasdan, mutlaq devatmasdan tafsilligini ayirib muomala qilish. Mosahidi Davud Abdullohning tanlashi. Agar anglaganligini ochiq o'tirib qo'ysa, angladim desa, buning rivoyat qabul qilinadi. Ya'ni angladim yoki menga so'zlab berdi degandek-chi, chunki bu vaqtda tadlis olmaydi. Agar anglaganlikni ochiq o'tirib qo'ymay, an fulan deb qo'ysa, buning rivoyat qabul qilinmaydi. Ya'ni an degandek gaplar yo'q. Shunga biz oyada darsning boshida Sahih Buxoriyga bir misolni aytib bo'lib, bu yerdagi an dedik ya, shu an degan gap bu an deb qo'ymiz, anni rivoyat qilgan rivoyat, bu xil rivoyatlarni sahihgamni qilmizmi, qilmaymizmi desa, shu hozir degandek, agar bu raviylar yoki mushahidisning raviysi tadlisdan tunilmagan odam bo'lsa, ma'ni qabul qilgan. Lekin tadlisdan tunilgan odam bo'lsa, hozir dedik, agar an degan iboratni ishlatib, ochiq anladim degan gapni qanday qilmasa, qo'llanmasa, uning rivoyati qanday qilinib qabul qilinmaydi degani dalil shu. Tadlis qanday bilinadi desa, tadlis ikki ishning birisidan bilinadi. Birisi mudallisning o'zi so'ralgan vaqtda tadlis qilganligini xabar bersa. Xuddi Ibn Uyaynadan siz buni Zuhriydan angladingizmi? Yo'q, Zuhriydan emas. Zuhriy anglagan odamdan, Zuhriydan anglagan odamdan anglamaganman deb demak o'tirdi ikki odam bo'lganligini iqror qildi emas, men shu orqali bilinadi. Ikkinchisi, mushu sohadagi imomlardan bir imomning uch qashqari nas qilishligi, shu imom shuni o'zining bahsi izlanishidan bilishiga binoan degani izni boshqalar tepib, mayda tadlis ekan deb depasimi bo'ladi. Ama şu tadlis, mudallislar haqidagi dağınlıq kitaplar kelsak, bu yerda tadlis ve mudallislar haqida nurg'un asarlar bo'lib, buning eng dağınlıqlari Xatibul Bag'dodiyning Nafat degan kitob. Birisi mudallislarning ismi haqida, ismi At-Tabyin ve Asma'il Mudallisin. Qolgan ikkisini Xatibul Bag'dodiy o ikkisining har birini tadlisning ikki turlaridan bir turini, birisi tadlisul isnad, birisi tadlis nima shu yo'qlab ikki turini bayon qilishni yozgan, mustaqil yozgan. Bu bir kitob. Ikkinchi kitob At-Tabyin li Asma'il Mudallisin Burhanuddin ibn al-Halabining kitobi. Üçüncüsü Ta'rif Ahli Taqdis bi Maratibil Mawsufin bit Tadlis degan kitob Habib Najarininki. Maktablarning hammasi navbatda bor kitoblar, izlab foydalansak bo'ladi. Ondan keyin Saqtu Xafininki nechinchisi? Uchinchisi Saqtu Xafining ikkinchisi Mursal Xafi. Bayat biz azoq ta'rif qildik, shuni o'zim deb bitib ketaylik. Mursal degan lug'at jihatda irsoldan chiqqan ism bo'lib, itloq ma'nosida qaytgan dedik biz. Yana mursal odam isnodni qo'yib o'tib ulug'magandeklar. Xafi degani jalining ziddi. Xuddi matur, irsolning maturi oldingi o'xshash g'ayri zohir emas. Doğanda zahir olmagan, zahir emas degandan keyin lan bu yengillik bilan bilinmaydi, cho'qim izlashlar, bahs bilan andan bilinadi. Istiloh jihatda bayonda do'qqa bir ravi o'zi uchrashgan, ya asrlash yashagan odamdan anglamagan hadisdan birini anglagandek va anglamagandek ehtimol keladigan lafzlar bilan rivoyat qilib qo'yishi. Bayatni biz ikkisini selishtirdik. Mursal Xafi bilan mudallasini selishtirdik. Ikkisining farqliligini chiqardik ham. Buning misoli Ibn Majah Umar ibn Abdul Azizning yo'ldan Uqbat ibn Amirdan marfu shaklda rivoyat qilgan bir hadis va rahimallohu harisal haras deb. Ammo mendagi Umar ibn Abdul Aziz Umar Uqbaga qanday qilmagan uchirmagan. Xuddi buni Mizzi o'zining atrof degan kitobida degandek. Demak, o turda Umar Uqbaga qanday qilmagan uchirmagan.
Lekin hadisga qarasak, Umar ibn Abdul Aziz Uqbat ibn nimadan Amirdan deydi. Uqbat ibn Amirdan. Demek müşahede Ömer ulan Uqbatning o'tirida tushib ketgan bir nimadan birisi bor, raviydan birisi bor. Andakin irsal xafi qandoq bilinadi desa, irsal xafi 3 ishning birisi bilan bilinadi. 3 ishning birisi bilan bilinadi. U olsimi mushu sahadagi imomlarning ba'zidan keyin ma ravi hadis so'zlagan odam bilan uchrashib boqmadi yoki mutlaq anglab boqmadi. Gerçi zamanda yaşagan bo'lsa-mu, lekin qanday qilmagan uchrashmagan. Yoki uchrashsa-mu hadis anglamaganligini qo'yib qolsa, ma qanday qilmay qabul qilib, ma bir dalil. İkincisi şu adamning o'zi hadis so'zlagan odam bilan uchrashmaganligini yoki undan bir narsa anglamaganligini o'zi depasimi bo'ladi. Uchinchisi hadisning yana bir yo'ldan kelib, şu yo'lda maravi bilan u rivoyat qilgan odamning o'tirdi bir shaxs ziyoda bo'lib qolsa, mayda bir ziyodadan bakani. Ammo ma'noda balkim az ziyodasi zayi bo'lishi mumkin, maziy bo'lishi mumkin. Shunlashqa, men 3-chi o'lmanning ixtilofati bor. Degani, balkim bu mazid fi muttasil al-asanida bir turi bor. Yani ziyadesi zayi bulduğun. Ma ziyade emesi mesela 4 tabaqatlan boğun sahih, ma 5 tabaqatlan boğun zayi bulduğun bir turi var. Atrop qilish ehtimoli o'g'achqa ma'noda sal ixtilof bor. Endi mursal xafiyning hukmiga kelsak, mursal xafiyning zaif hadisning qatoridan, chunki u munqati isnodi o'zi hisoblanadi. İzzikliki oshkor bo'lsa, buning hukmi munqatining hukmina o'xshash. Bu soat yozilgan dangliq asarlar, kitob At-Tafsil li Mubham al-Marazil kitob Xatib al-Bag'dodiyning. Undan keyin hadisi munqati'ning mulhaqatlaridan ikki turi var. Mu'annan. İsmli bo'lsin. Mu'annan. Degani mu'annan degani an fulan degani. Mu'annan degani anna fulan qal degani. Demak, mana shakldagi kelgan hadislar sahih muzayib mo desa, agar bularning raviylarimiz siqa bo'lib, tadlislar tunilmagan bo'lsa, bu sahihga tava. Shunga buni abtur mutlaq nimaning qatori tiqvatmagan, zebizning qatori tiqvatmagan. Ammo bularningki raviylar shu mu'annan desilan, mu'annan desilanki raviylari tadlislar tunilib qolgan odamlar bo'lib qolsa, bular muzayibga tava bo'ladi. Shu nuqtadan buni mulhaq shaklda keltirib qo'ygan. Muqaddimaga kelsak, rad sababi saqtu min al-isnad bo'lgan mardudning 6 turi tugidi. Lekin mu'annan bilan mu'annanmi muxtalifun fi o'g'achqa. Munqati'ning turidanmi yoki muttasil o'g'achqa. Shunga mashkisnimi mardudning turiga qo'shishni to'g'ri topdim. Saqtim min al-isnad sabablik mardud hadislarning turiga qo'shishni to'g'ri topdim de. Anda o'zi kelayli mu'annanning ta'rifatiga kelsak, mu'annanga lug'at jihati an'anadan yasalgan so'z bo'lib, bu qala an degan gap deydi. İslah cihati ravi fulan degan yasalma so'z bu. Bunun misali İbn Majah haddasana Osman ibn Abi Shayba, haddasana Muayyid ibn Hisham, haddasana Sufyan ibn Shaqrana, an Usama ibn Zayd, an Osman ibn Urwa, an Aisha, mesela an musharliq nima hisoblanadi? Mu'annan hisoblanadi. Andakin mushu mu'annan hadis muttasil qatorida. Muttasil degani agar raviylar siqa bo'lib qolsa, ishindagi hadis qatoriga tiqimizmi yoki munqati'mi desa, ulamolar bu vaqtda ikki xil fikrda ixtiloflashgan bo'ldi. Ba'zi tarafdan deyilindiki, bu hadisning ittisoli oydinlashganiga qadar munqati degani aniq oydinlashib, har bir raviy bir-biri bilan kurashganligi aniq bo'lganga qadar munqati degan bo'ldi, lekin mag'ab g'ayri mu'tamad tayon bo'lmaydi. Ammo amal qilinayotgan sahih fikr qanday fikr desa, amal uning ustidagi sahih ko'z qarash bo'lsa, bu gapni hadis ashablari, fiqh usul ashablarining ko'pchilik ulamolar degan gap bu muttasil lekin shartlanmaydi. Ular ikki shart ittifoq keldi, qolgan shart ixtiloflash. Ittifoq kelgan ikki shartni avval bir deyli. Cho'qim ittifoq kelgan ikki shart la budda minhuma bo'lgan. Cho'qim zurur tepilishi kerak bo'lgan ekanligiga ittifoq kelgan ikki shart Muslimning mazhabi mushuk shartlar ko'paylansa bo'ladi, qolganlar ko'paylanmaydi. U o'zi qaysi birinchisi mu'annin, ya'ni mu'annan deb rivoyat qilgan odam mudallis olmasligi kerak. Ikkinchisi ularning ba'zining ba'zi bilan uchrashish mumkin bo'lishi kerakligini, ya'ni bir zamonda yashagan, bir shaharda yashagan degandek. Ya'ni mu'anninninki an qilgan odam bilan uchrashish mumkinchiligi esimda bo'lsin. Keskin uchrashganlik emas, lekin mumkinchiligi. Ma ikki shartga butun muhaddislar muttafaqun alayh. Endi qolgan ixtilof qilgan shartlarga kelsak, ya'ni yuqoridagi ikki shartdan ziyoda shart qilish ixtilof qilgan shartlarga kelsak, birisi cho'qim uchrashganligini isbotlanish kerak deydi. Imom Buxoriyninki, Ibn Madiniyninki va boshqa muhaqqiqlarning so'zi. Va uzun suhbatlashgan bo'lish kerak deydi. Bu Abul Muzaffar al-Sam'anining so'zi. Ondan keyin bu odamninki odamdan rivoyat qilib tunilgan bo'lish kerak deydi. Bu Abi Amr ad-Danininki qolgan mazmunlar ma'nodan kengroq kitoblarga olsak, tafsili chiqadi.
İmam Müslim'nin Sahih Müslim'nin muqaddimasida mush to'g'riliq, mush shartlar to'g'riliq hal Abdullah tushunishlarga uriluri var. İmam Müslim'ninki sharti İmam Buxoriynikidan sal tuvan bu jihatda. İmam Müslim bo'ldi uchrashish mumkin bo'lsa ham bo'laverdi deydi. Ammo Imom Buxoriy chuqur uchrashganlik isbotlanish kerak deb ma'ni shart qiladi. Endi muannanning ta'rifatiga kelsak, lug'at jihatda bu annanadan chiqqan ism maf'ul bo'lib, bu misolmi so'z qala anna degan gap deydi. İstilah cihati ravininki haddasana fulan qal deb bunda anna iboratlaridan hadisning raviylarning isnodlarini o'tirini bog'lash. Muannanning hukmi nima desa, Ahmad ibn Buluk jamoat deydi. Bumi ittisoli oydinlashgan qadar, hadisning muttasil ekanligi, isnodining oydinlashgan qadar munqati, lekin bu gap g'ayri mu'tamad. Ammo jumhur ko'pchilik ulamolar aytadi, anna anga o'xshash. Buning mutlaq kelgini anna fulan qal deb bunda shaklda kelgini ittisol ve anlığanga hemlik kılınıdı. Yukarıda muannanda o'tgan shartlar bilan deydi. Bayat yukarıda 2 shart muttafaqun alay, qolgan 3 shart muxtalafun fihi. Hammasini o'zini ayrim shart oldu emasmi? Mushu bo'yicha muannanni majlis qilsak bo'ladi. Anda o'ganda xulosalashsak, muannanga hukm jihatda va muannanning turida tilg'alingan shartlar bilan hukm qilinishda o'xshash hech qanday nimasi yo'q, farqi yo'q deydi. Shuning bilan saboqdoshlar kitobimizningki al-maqsadus sani al-mardud bisabab saqt min al-isnad degan maqsad tugida ikinci mazmuni. Ya'ni hadislarning rad qilinishining sababi ikki xil bo'libdi. Birisi saqt min al-isnad sabablik, yana birisi ta'nun fil rawi sabablik. Saqt min al-isnad ikki xil bo'libdi. Saqt zohir va saqt xafiy deb. Biz oldingi sonlik darsda saqt zohirining 4 qismini muallaq, mursal, mu'adal, munqati so'zlab o'tgan. Ma darsda saqt xafiyning 2 qismini, ya'ni mudallas, mursal xafiy, muannan so'zlab o'tdik. Mursal mudallas 3 turli bo'ladigan bo'ldi. Birisi tadlis isnad, birisi tadlis tasviya, yana birisi tadlis shuyuh. Bularning ichidagi eng og'irisi tadlis tasviya bo'ldi. Andan mursal xafiyni bayon qildik. Mursal xafiy baq qiyin emas. Andan muannanni bayon qildik. Muannan haqidagi xulosa kalam shu muannan hadis va muannan hadis ravisi mudallis bo'lmasa va muannan qilg'uchi bilan uning keynidagi odamning uchrashish ehtimoli, uchrashish mumkin bo'lsa, bil ittifoq shart hadis sahih hisoblansa bo'ladi. Ya'ni maqbul, muttasil hisoblansa bo'ladi. Raviylar ishonchli bo'lib qolsa. Andan keyin Imom Buxoriy va boshqa ulamolarning o'zining ayrim xos qilgan nimalari va shartlari va yana uchrashish ehtimoli, mumkinchiligi bo'lgandan boshqa uchrashish isbotlangan bo'lishi kerak deydi. Boshqalarni qiladi. Har holda muannan hadisda shu raviylar mudallis bo'lsa qabul qilinadi. Shunga Buxoriydan bor muannan hadis, Muslimdan bor muannan hadis, Buxoriydan bor muannan hadis, Muslimdan bor muannan hadis. Shu bo'yicha muomala qilsak bo'ladi. İnşallah kelesalik dersimizde el-maqsidut thalith el-mardud bisabab ta'nun fil rawi haqida so'zlaymiz. Shundan bugungi darsimiz oxirlasin va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.